Qizlar mana oddiy sovunli suv qilib olasizlar, iliq suv qilib olasizlar-da. Ko'chadan gullarimni uyga olib kiryapman. Mana shunday qilib yuvamiz-da. Tozalab orqa oldini yuvib kirgizamiz. Nega yuvamiz buni? Sovun bilan yuvgan payt dezinfeksiya bo'ladi. Bu mikroblar ichida har xil ko'chada mikroblar bo'ladi, hasharotlar bo'ladi. Shular yo'qolishi uchun oddiy gubkada sovunli suv qilib, oddiy sovun ko'pirib ketdi. Suv qilib yaxshilab yuvib, toza suvda yuvib tashlab, keyin uyga olib kiramiz qizlar. Shunda gulinglar kasallanmaydi va har xil hasharotlar, infeksiyalar uyda olib kirmaydi-da, boshqa gullaringizga yuqtirmaydi. Gullarda ko'chaga olib chiqqaningizda o'rgimchak narsalar qo'yib oladi-da, ko'zga ko'rinmaydigan ichlariga qo'yib oladi. Mana shu sovunda yuvib, yaxshilab yuvib, hamma gullaringizni, sovunni ziyoni yo'q. Sovunlab yaxshilab yuvib, tozalab olib kirsanglar, gulinglar xudo xolasa bahorgacha zo'r turadi sizlarga.